Homiladorlik davridagi bu kasallik chaqaloqlarda ko'zi ojizlikning asosiy sababi bo'lishi mumkin. Har yili minglab bolalar homiladorlik davridagi bu kasallikning o'z vaqtida aniqlanmaganligi natijasida ko'zlarida muammolar bilan tug'ilishadi va aksariyat bolalar butunlay ko'r bo'lib qolishadi. Bu kasallik gestatsion diabet, ya'ni homilador ayollarda qondagi qand miqdorining oshib ketishi bilan bog'liq. Qondagi qand miqdori oshgan vaqtda bolada ko'zning rivojlanishi uchun zararli omillar ortib boradi. Bu kasallik natijasida bolalarda tug'ma katarakta, to'r parda kasalliklari va ko'ruv nervi anomaliyalari rivojlanadi. Farzandlaringiz sog'lom holatda tug'ilishini xohlasangiz, albatta homiladorlik davrida va homiladorlikkacha bo'lgan davrda qondagi qand miqdorini tekshirtiring. Endokrinolog, ginekolog va albatta oftalmolog nazoratida bo'ling. Bu videoni sog'lom farzand kutayotgan oilalarga yuborib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting.